Hop, assalomu alaykum. Bitta yolg'onchi, chin yolg'on so'z haqida gapirmoqchi edim. U so'z shunday: ko'p ishlamang, aql bilan ishlang degan. Bu dangaslar tomonidan chiqarilgan so'z va sizni uxlatish uchun chiqarilgan so'z deb bilaman. Hozirgi zamonda ham ko'p, ham aql bilan ishlashga majburmiz. Hech qachon 10 soat ishlatgan odam bir kunda amaliy va aqlan ya'ni 12 soat ishlatgan odamni 10 soat ishlatgan odam yenga olmaydi. O'zim sohamda oladigan bo'lsak, mendan ko'proq ishlatgani bo'ladigan bo'lsa, men unga hali yetib olishimga hali bor. Men sohamda misol uchun 50 ming, 60 ming, 70 ming minut yoki 100 ming soat sarflagan bo'lishi mumkindir. Lekin mendan 200 ming soat ko'proq ishlagan insonni o'shancha soat vaqtimiz sarflamasam yenga olmayman deb bilaman. Bu biroz omad masalasi. Omadimiz kelsa bitta hop sakrab o'tishimiz mumkindir. Lekin uni ham qanaqadir sabablar bor. Shuning uchun u ko'p emas, aql bilan ishlang degan gapga duch kelsangiz yoki o'qisangiz, unga ishonmang deb bilaman. Ko'p ishlashingiz kerak va aql bilan ishlashingiz kerak. Hozirgi sistema, hozirgi tuzum shuni talab qiladi. Birinchilarni taqdirlaydi. Ikkinchi, uchinchilarni emas, faqat birinchilarni taqdirlaydi. Birinchilikni qo'lga olish esa, birinchilikka erishish esa badal talab qiladi. Birinchilikni qo'lga oldingiz, lekin uni eng qiyini uni ushlab turish. Undan ham ko'p energiya talab qiladi. Shuni yo'lini topishimiz kerak. Shuni yo'lini topishingiz kerak. Men ham, siz ham. Ko'p ishlang, aql bilan ishlang.